Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegram podarkalarni analiz qilib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz birinchi bo'lib Tunnel Marketplace ga o'tib oldik. Bu marketplace orqali biz Telegram podarkalarni sotib olib sotishimiz mumkin. Demak, sizlarga bundan oldingi videolarda ham polni ko'rsatib o'tdim. Ya'ni bu marketplace da qanaqa qilib sarmoya kiritiladi, pul chiqariladi, sovg'alarni qanaqa qilib sotsak bo'ladi va qanaqa qilib sotuvga qo'ysak bo'ladi. Shular hammasini bundan oldingi videoda ko'rsatib, tushuntirib o'tgandim. Agar sizlar bu videoni yangi ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan oldingi videoni ham ko'rishingizni tavsiya etaman. Demak, hozir sizlar bilan analiz chiqamiz. Men kecha bu botdan yaxshigina sovg'alar sotib oldim. Buni mana My Gift bo'limiga o'tib hozir ko'rsatib beraman. Unlist Gift bo'limiga o'tsak, hali sotuvga qo'yilmagan mana sovg'alarimni ko'rib borsanglar bo'ladi. Ya'ni yaqin orada o'tgan kuni bozor yaxshigina ko'tarildi. Ko'pchiligi pulini 2-3 baravar, bir xilgilarga 10 baravar qilib ko'tarib keldi. O'shaning uchun men ham hozirdan uje podarkalar sotib olishni boshladim. Bundan oldingi videoda 29-mayda men bitta mana bunaqa uzuni 15 tonga sotib olgandim va hozirda bemalol 25 tonga sotsam bo'ladi. Ba'zi marketplace'larda 30 tonga sotsam ham bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, uje 15 kun o'tib men 2x olma bitta sovg'adan. O'shaning uchun mana ko'rib turganinglardek, kechagina uje ko'p sovg'alar sotib oldim. Hozir hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni birinchisi Sakura Flower sotib oldim. Ya'ni bu ham podarka. Ko'rib turganinglardek, sizlar ham agar podarka olmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa monoxrom podarka olishingizni tavsiya etaman. Agar pulinglar kamroq bo'lsa, agar pulinglar ko'proq bo'lsa, orqa foni qorasidan olsanglar, bu sizlarga yaxshigina plyus beradi. Keyinchalik ozgina ushlab turib sotsanglar. Demak, monoxrom mana shunaqa bo'ladi. Glavniy podarka va orqasidagi foni rangi bir-biriga chiqishsa aytib o'tganimdek, bu monoxrom podarkalar bo'ladi. Buni ham sizlar keyinchalik yaxshi foydaga sotishinglar mumkin. Demak, keyingisi ko'rib turganinglardek uzuni sotib oldim, ya'ni Diamond ringni sotib oldim. Bundan oldin boshqacha modelini sotib olgandim. Ko'rib turganinglardek bunaqa modelini sotib oldim. Pastroqqa tushib ko'rishinglar mumkin. Har xil mechlarni bunaqa Light Sword sotib oldim. Bugun bu bozor bo'yicha eng ko'p ko'tarilgan sovg'a bo'ldi. Bugun sizlar bilan biz buni sotuvga ham qo'yamiz. Demak, pastroqqa tushib ko'rishinglar mumkin. Qolgan podarkalarim ham bor. Bu yoqda mana yana bir marta monoxrom bu yoqda uzuv sotib olganman. Buni ham keyinchalik 15 kun, 20 kundan keyin yaxshigina plyusiga sotsak bo'ladi. Buni men Telegram kanalimda sizlarga xabar berib o'taman. Telegram kanalimizga ham o'tsanglar, Telegram kanalimizda ham bu podarkalar bo'yicha yangiliklardan xabardor bo'lib tursanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, почти полный monoxrom podarkalarni sotib olganman. Bularni necha pulga sotib olganman, hammasini sizlarga video davomida ko'rsatib beraman. Keyin videoning oxirida hozirda qanaqa podarkalarni sotib olish kerak, buni ham sizlarga maslahat berib o'taman. Ko'p kanallar ikkita sovg'ani aytayapti. O'sha sovg'alar normalniy bizga plyus berishi mumkin yaqin o'rtada. Demak, galereya bo'limiga o'tib, activity bo'limiga o'tsak ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda meni polni auksiondan yoki oddiy marketda o'zidan sotib olgan sovg'alarimni ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, boyaga qizillarni ko'rishinglar mumkin. 735 tonga sotib olgan ekanman. Hozir My Gift bo'limiga o'tib, buni narxini sizlar bilan hozir analiz qilamiz. Demak, buni men 735 tonga sotib olgan bo'lsam, hozir modelning ustiga bir marta bossiz, shu modeldagi eng arzon narxlarni ko'rsatib beradi. Hozir sizlarga bu yoqdan analiz qilishni ham ko'rsatib beraman. Kelinglar, buni biz kattalashtirib olamiz. Sal kattalashtirib olsak bizga osonroq bo'ladi. Bu yoqda mana low to high qo'ysanglar, eng arzondan eng qimmatigacha bizga ko'rsatib beradi. Demak, ko'rib turganinglardek, eng arzoni 6,5 ton ekan. Bizning podarkamiz monoxrom bo'lgani uchun biz bemalol qimmatroqga qo'ysak bo'ladi. Demak, mana bu 715 qilib qo'ygan. Bizanikiga o'xshagan sovg'ani ham 730 qilib qo'ygan ekan. Hozir biz 8 yoki undan baland tonga sotuvga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu yerda 8 tonli ham pastroqda, 9 tonli podarkalar ham bor, monoxrom bo'lmasa ham. Demak, xuddi shu tariqa sizlar ham analiz qilsanglar bo'ladi. Agar sizlar sotmoqchi bo'lsanglar, birinchi bo'lib xuddi shu tariqa modelni ustiga bir marta bosib, bu yoqdan low to high qilib nastroyka qilishinglar kerak. Ya'ni eng arzon narxini ko'rsatib beradi. Agar auksionda o'ynasanglar, eng arzon narxida ham pastroq bo'lsa, sizlar bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Keyinchalik floor narxida o'zingizlar narx belgilashinglar uchun. Demak, hozir biz pastga qaytib olamiz. Bu yoqdan list for sale tugmasini bosib marketga savdoga qo'ysak bo'ladi. Xohlasanglar, pastda auksionga ham qo'yishinglar mumkin. Misol uchun mana list for sale qilamiz. Bu yoqdan floor narxi 586 ton ekan. Kelinglar, biz bu yoqdan 8 tonga sotuvga qo'yib qo'yamiz. Bu yoqdan list tugmasini bosamiz va OK tugmasini bossak bo'ldi. Bizning podarkamiz savdoga chiqadi. Hozir boshqatdan qo'yamiz. Bu yoqdan list tugmasini ustiga yana bir marta bosamiz. OK tugmasini bossak, ko'rib turganinglardek, uje bizning podarkamiz sotuvga qo'yildi. Market bo'limiga o'tib, bemalol o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xuddi shu tariqa analiz qilsanglar bo'ladi. Keyin sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Ya'ni boshida bu yo'l orqali ko'pchilik pul ishladi. Uje hozir sal doxod kamroq bo'lib qoldi, lekin sizlarga tushuntirib beraman. Undan oldin mana hozir podarkalarni ko'rsatib beraman. Qanaqa podarkalar yaxshi plyus beradi. Mana men buni ham sizlarga tavsiya etaman, chunki hozir Telegram ustiga bir marta bosamiz. Hozir bu podarka haqida to'liq ma'lumot olamiz. Mana Telegram ustiga bir marta bosib oldik. Bu podarka haqida bizga ma'lumot berib o'tdi. Ko'rib turganinglardek, bu ham monoxrom 20 tonga chiqarishganda men sotib olishga ulgurmadim. Balansimda 2 ton bor edi, o'shaning uchun bu sovg'ani o'tkazib yubordim. Har doim aytib o'taman sizlarga, bu yoqdan
Mana Telegram ikonkasini ustiga bir marta bosib, ma'lumot berib o'tadi shu podarka haqida. Ya'ni bu yoqda modelini, fonini, uzurini buni botda o'zidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana kolичествosiga ham sizlar muhim e'tibor qaratishinglarni tavsiya etaman. Ya'ni ko'p narsa kolичествоga bog'liq ko'rib turganinglardek 15883 ta hozirda bu NFT podarkalarga aylantirilgan, lekin общий kolичествоsi ko'rib turganinglardek 28000 taga teng. Bu kolleksiya mana 6207-o'rinda bo'ladi. Ya'ni bu nima desanglar, bu supply bo'ladi. Supply qancha kichkina bo'lsa, bozor narxi, ya'ni bu podarkani narxi shuncha oshib ketaveradi. O'shaning uchun hozirda sizlarga maslahat berib o'tardim. Mana shu podarkani olsanglar ham yaxshi. Bu podarka ham yaqinda yaxshigina X beradi. Buni ko'p katta kanallar e'lon qilib o'tdi. Bu bizning ikkinchi yaxshi X beradigan podarkamiz bo'lsa, hozir sizlarga keyingisini ko'rsatib o'taman. Ya'ni ko'p kanallar ham buni reklama qildi, sotib olinglar deb. Bu mana Hex bo'ladi. Ya'ni mana shu Hex potni sotib olsanglar, hozirda floor narxi 792 tom bo'ladi. Bu bizga 1-2 haftadan keyin yaxshigina plus berishi mumkin. Demak, X tugmasini bosamiz, ko'rib turganinglardek eng arzon narxi 792. Bu yoqdan xohlasanglar modelni ham qilishinglar mumkin. Agar pulinglar bo'lsa, sizlarga monoxrom sovg'alarini sotib olishinglarni tavsiya etaman. Chunki monoxrom sovg'alarini keyinchalik sizlar yaxshigina plusga sotishinglar mumkin. Ya'ni monoxrom sovg'alar qanaqa bo'ladi? Hozir sizlarga pastga tushib polni ko'rsatib beraman. Demak, mana bu qozoni va orqa fonni rangi bir-biriga mos tushsa, bu monoxrom sovg'alar bo'ladi. Menimcha o'zi mana ko'rib turganinglardek mana 891 tonga mana shu podarkani sotib olsanglar bo'ladi, ko'rib turganinglardek. Bu ham почти monoxrom sovg'alarga kiradi. Keyinchalik ozgina ushlab turib sizlar yaxshigina plusga sotishinglar mumkin. Podarkalar xuddi shunaqa, ortiqcha pulinglar bo'lsa sotib olib 1-2 hafta yoki 1-2 oydan keyin yaxshigina plusga sotsanglar bo'ladi. Sotib olgan pulinglarda 2 barobar, 3 barobar ko'piga keyinchalik bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek mana men ham monoxrom почти monoxrom sovg'alarni уже ko'pchilik sotib olgan, chunki aytib o'tganimdek ko'p kanallar bizga bu sovg'ani sotib olishni aytib o'tdi va yaqinda pulini oqlashini aytdi. Mana shu sovg'ani ko'tarilishini aytishdi. Ko'rib turganinglardek mana sizlarga yana bitta monoxrom bemalol bularni kirib o'zingizlar analiz qilib sotib olsanglar bo'ladi. Monoxrom sovg'alardan ham yaxshigina pluslar olishinglar mumkin. Xuddi shu tariqa analiz qilishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, men hozir istoriya bo'limiga o'tib ko'rsatib berdim. Mana activity bo'limiga o'tsak, mana bu yoqda meni polni istoriyamni ko'rib borsanglar bo'ladi. Qanaqa auksionda men narx berganman, qaysi birlarini sotib olganman, shular haqida to'liq ma'lumot olishinglar mumkin. Hozir yana bundan boshqa ikkita marketplace ko'rsatib o'taman. Bu ikkita marketplace, ikkinchisi Portals marketplace bo'ladi, uchinchisi market bo'ladi. Buni hozir sizlarga ikkalasini to'liq tushuntirib beraman. Hozir sotuvdagi men o'zimni tovarlarimni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni sovg'amni bu yerdan X tugmasini bossangiz, listed gifts bo'limiga o'tsanglar, sizlar hozir sotuvga chiqargan sovg'alarni ko'rib borishinglar mumkin. Mana men ikkita sovg'ani 21 tondan Portal marketplace'da sotib olgandim. Adashimman 21 ton emas, 24 tondan sotib olgandim va bu Tunnel marketplace'iga o'tib, men bularning narxini 28.8 tondan qo'ydim. Xuddi shu tariqa 2-3 ta marketplace'larda pul ishlasanglar bo'ladi. Podarkalarni arzon hozirda Portals marketplace'idan sotib olishinglar mumkin. Bu yoqda model ustiga bir marta bosamiz, xuddi shu modeldagi sizlar sovg'alarni ko'rib borishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek eng arzoni meni sovg'alarim bo'lib turibdi. Men 31.68 tondan bu Tunnel marketplace'iga savdoga qo'yib qo'yganman. Aslida Portals marketplace'idan 24.5 ton, почти 25 tondan sotib olganman. Buni ham sizlarga hozir o'tib ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganinglardek biz Portal marketga o'tib oldik. Bu market orqali ham sizlar har xil Telegram podarkalarni sotib olishinglar mumkin. Demak, bu yoqdan hozir istoriyamni ko'rsatib o'taman. My Gifts bo'limiga o'tib, My Action bo'limiga o'tsanglar, ko'rib turganinglardek mana men bugun ertalab 24.47 va 24.49 tondan mana shu uzuvlarni sotib olganman va srazi chiqarib Tunnel marketplace'iga o'tkazib ko'rishinglar mumkin. 28.8 tonga men sotuvga qo'yib qo'yganman. Demak, chiqarib yana boshqatdan Tunnel marketplace'iga o'tish uchun sizlardan 0.2 ton komissiya olib qolinadi, ya'ni 25 yulduzcha. Bu marketplace o'zidan sizlar podarkalarni yechmoqchi bo'lsanglar 0.1 ton komissiya olib qoladi. Keyin 25 ta звездага sizlar Tunnel marketplace'iga o'tkazishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, bu 0.2 tonni tashkil qiladi. Ko'rib turganinglardek, mana men 53 tonga vintage sigaretni kecha sotib olganman. Ko'rib turganinglardek, bugun sotyapman. Mana 11-iyun kuni sotib olganman. Bugun sana 11-iyun. Bu yoqdan уже ko'rishinglar mumkin. See offer tugmasini bosib, hozirda menga 50 ton berishar ekan. Agar srazi sotib olsam bo'ladi, 3 ton minusga kirishim mumkin. Lekin buni maslahat bermayman. Men 1-2 oy kutib, keyin bemalol sotishim mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Men 53 tonga sotib olganman. 1-2 oydan keyin bemalol salkam 100 tonga sotishim mumkin. Kecha men 10-iyun kuni Magic Point'ni 138 tonga sotib olganman va kechani o'zida yana bir marta vintage sigaretni sotib olganman. Ya'ni bu podarkalar yaqinda X yaxshigina berishadi, bular 100 tongacha chiqadi deyishgan. O'shaning uchun men ozgina kutib foyda olish uchun 50 tonna ikkita vintage sigaret NFT'sini sotib olganman va bitta Magic Point sotib olganman. Keyingi videolarda ham sizlarga qanaqa qilib sotib olishni ko'rsatib o'taman. Hozir sizlarga bitta, например,
primer berib o'taman, story bo'limiga o'tib, bu yoqdan hozir analiz qilamiz. Demak, auksionni ko'rsatib o'taman. Auksion emas, mana shu uzuni hozir eng arzon narxini portalda ko'rsatib beraman. Demak, bu yoqdan kolleksiyasini tanlab o'tamiz, ya'ni bu diamond ring bo'ladi. Ikkinchi qatordan modelini tanlab o'tishimiz kerak. Buni modeli aytib o'tganimdek vintage glam bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, floor narxi 25 ton ekan. Bu yoqdan show result tugmasini ustiga bir marta bosib ko'rishimiz mumkin. Tonel marketplace'ida eng arzon narx meniki bo'lsa, ya'ni 31 ton bo'lsa, bu yoqda sizlar ko'rishinglar mumkin. 25 tondan sotib olishinglar mumkin va hozir 3-marketplace'da ham narxini ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizdek 3-marketplace'imiz bu MRKT. Buni sizlarga bundan oldingi videolarda ham ko'rsatib o'tgandim. Bunda ko'rib turganingizdek 3 ta dona podarka sotuvda bor ekan. Buni ham eng arzon narxi 25 ton. Ya'ni sizlar Tonel marketplace'ga o'zingizlarning podarkalarni savdoga qo'ysanglar, sizlar 10% komissiya to'lashinglar kerak. Ya'ni 30 tonga sizlar savdoga chiqarsanglar 33 ton bo'lib ko'rinadi boshqalarga. 10% aytib o'tganimdek, bu botga biz komissiya to'lashimiz kerak. Ya'ni komissiyalarni ham hisobga olishinglar kerak. Misol uchun mana bu yoqdan 25 tonga sotolsanglar plus 2 ton, ya'ni 2 ton sizlar rasxod qilishinglar kerak boshqa marketplace'ga o'tkazish uchun. Shunda bitta uzuni narxi 25.2 ton bo'ladi va sizlar bu yoqqa chiqarib 28.8 ga qo'ysanglar, xuddi mendagi narx chiqib keladi. Ya'ni bozorda 31.68 ton bo'lib ko'rinadi. Agar 28.8 dan 25.2 ni ayirsanglar, sizlar 3.6 ton foyda qilishinglar kerak. 1 ton 3.3 sent bo'lsa, hozirda ko'rib turganingizdek bitta sovg'a orqali pashti $10 biza foyda olishimiz mumkin. Ikkita sovg'a sotuvga chiqarib qo'yganman. Bular sotilishi bilan men ikkala sovg'adan 10 dan общий $20 foyda olishim mumkin. Xuddi shu tariqa sizlar o'zingizlar ham savdo qilsanglar bo'ladi, lekin mashinlarning foizlarini va komissiyalarini analiz qilishinglar kerak. Bu boshida yaxshigina plyus berayotdi, ko'pchilik bilmayotdi. Уже hozir ko'pchilik bilib qoldi va hozirda sal sotuvlar sekinlashgan. O'shaning uchun agar ortiqcha pulinglar bo'lsa, bemalol sotib olib 1-2 oy kutib yoki xuddi mana shunaqa u marketplace'dan bu marketplace'ga olib sotib sizlar yaxshi foyda qilsanglar bo'ladi. Demak, bundan keyingi videolarda sizlarga analiz qilib sovg'alar sotib olishni ham ko'rsatib beraman. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.